matn va lug'atlarga alohida ta'rif berilsa, sizlar uchun yanada tushunarli bo'ladi. Shu sababli matn yaratish bilim texnologiyasi asosida 4 ta bosqichda amalga oshiramiz. Birinchi qatorda so'z, ikkinchi qatorda so'z birikma, uchinchi qatorda gap va to'rtinchi qatorda matnni hosil qilamiz. Birinchi qator so'zda bahor, go'zal, kunlar, issiq, gullar, maysalar, yashil. Ikkinchi qator so'z birikmasi go'zal bahor, issiq kunlar, chiroyli gullar, yashil maysalar. Uchinchi qatorda gap go'zal bahor keldi, kunlar isiy boshladi, chiroyli gullar o'z iforini taratmoqda, yashil maysalar unib chiqa boshladi. Ana endi har uchalasini biriktirgan holda matnni hosil qilamiz. Mana o'lkamizga go'zal bahor keldi. Kunlar isib, tabiat o'zgacha go'zallikka burkandi. Atrofdagi go'zal gullar, yashil maysalar insonlarga zavq bag'ishlamoqda. Endi esa lug'atlarga to'xtalamiz. Lug'atshunoslik bo'limida lug'atlar 3 turga bo'lib o'rganilishi aytib o'tilgan. Bular: birinchisi imloviy lug'at, ikkinchi tarjima lug'at, uchinchi izohli lug'at. Imloviy lug'atda so'zlarning to'g'ri yozilish tartibi o'rganiladi. Ikkinchi tarjima lug'atda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish o'rganiladi. Ular alifbo tartibida bo'ladi. Uchinchi izohli lug'atda tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarning izohi o'rganiladi. Bugungi mavzumizda tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarning izohini kengroq o'rganib chiqamiz. Buning uchun biz hozir Alisher Navoiyning Lisonut Tayr, ya'ni qush nutqi asaridan berilgan parchani Sen meni anglar bo'lsang hikoyatdan parcha o'qiymiz. Bog'bone bor edi, bas behunar, bog'bonlik san'atidan bexabar, ne shajar payvand qilmoq shevasi, kim halovat hosil etgay mevasi, ne yog'och parkovi birla parvarish, aylab olib kim shajar qilg'ay ravish, vaqt ila ne dona sochmog'in bilib, kim farax qilg'ay guli hosil qilib, bog' aro anbor kashliq birla xush, bog'bon yo'q kim degil anbor kash. Chun ko'rib bu nav ranju tob anga, pandlar deb ahli xush ahbob anga. Kim bu behosil ishingni tark tut, o'zni bir hosilliq ish birla ovut. Johil ul mehnatidin o'lmay mujtanib, erdi ul mehnat chikorga murtakib. Toki birla jo'ya aro kesmoqda tok, ayladi oni yilon sanchib halok. Ana endi ushbu matnda berilgan tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarni aytib o'tamiz. Shajar, parkov, farax, anborkashliq, ahbob, mujtanib, murtakib. Mana shu so'zlarning izohini aytib o'tamiz. Shajar daraxt, meva, parkov o'yish quroli, farax saodat, anborkashliq xas-xashak tashuvchi, ahbob do'st, mujtanib hazar qiluvchi, murtakib ishga kirishgan. Endi esa matnning nasriy bayonini aytib o'tamiz. Bog'bon bor edi, lekin bog'bonlik san'ati hunaridan bexabar edi. Payvand qilgan daraxti hosil bermas edi. Undan hech kim meva olmas edi. Daraxtlarni payvand qilishda kerakli asbobni tanlay olmay, o'yish quroli bilan payvand qilar edi. Kim donni o'z vaqtida bilib eksa, uning baxt saodatini ko'radi. Biror bir bog'bon yo'qki,
unga xashagingni tashib yur deydigan. Bu ishlarni ko'rib do'stlarining ko'ngli ranjidi va unga pand nasihatlar berdi. Sen bu ishingni tashla, senga nafi tegadigan ishni qil dedi. Ul johil o'z ishidan hazar qilmadi. Ishiga kirishib davom ettiraverdi. Bir kuni tok kesayotganida uni ilon chaqib halok qildi. Mana bugungi mavzumiz bo'yicha so'zlarning izohini ham aytib o'tdik, matnlar haqida ham aytib o'tdik. Qissadan hissa shuki, har bir inson o'z kasbining ustasi bo'lish kerak.